Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli televizyon görüşler. Partlagan Sükut programımızın 35. saniyini görüşünlerden kızgın karşı. Programımızda Xitay tecavüzçülerinin vatanımızda elip berip atkan insan tasavvur kılgısız cinayetlerini bevosita yaşayan şu şahitler arkalık yoki bo'lmasa o'zi erkin dunyoga chiqib ketgandan keyin ularning oila tabiatiga kelgan bu Xitoyning intiqom elish boshqa bir insonniki hatto chet elga chiqqanlarning xatolik yo'qku normalda shu o'zi berib atgan pasport bilan shularning chegaralaridan tamg'a urilib qonunliq chiqib ketgan bo'lsa-mu bu chidamas Xitoylarning buni bahona qilib turib ularning oilasiga intiqom elib erkin dunyoda yashab ketganligi uchun dunyodagi erkinlikni ko'rib ketganligi uchun shularning oilasi ko'zi echilib qolmasdi deb echilib qolganlar chidamay ularni akirib bo'lolmay vatandan qaytirib ketib bo'lolmay yoki chet eldagilarningki har qanday bir Xitoyga qarshi Xitoyning zulmlarini oshkorlamaslik uchun tahdid selish uchun ularning oilasini shunday tutib so'lab tahdid ishiltib kelayotgan bu jinoyatlarni shu yashagan bevosita şahitler arkalık bugün güngacha ekranlarda elip kelyapmiz. Bu tecavüzçülerin elip berip atkan zulümleri bu ekrandalar emas. Elbette biz bu guvohlik berish meselesini istiqlalda şu partlagan Sükut programımızdan tunji qitim başlagandan buyon bu başka dünyanın har qaysi joylaridagi qarindoshlarimiz bunga aktiv ovoz qo'shib mayli yolg'iz shaklda telefonlar orqali ijtimoiy uchur vositalarida bo'lsin keng doirada dunyoda bir ovoz keltirayotganligi uchun bu masala bugün xalqarada nurg'unlagan şu saplik yillardan buyon inkor qilib kelayotgan bu lager masalasini oxiri xalqaraning besimi bilan biz maktab soldik asli deb buni yolg'on yovdoqlik bilan film ishlab boshqa uydurma shakldagi qarshi tashviqotini nihoyatda kuchab elib beryapti bugungi kunda. Biz shu jinoyatni aslida unda uydirilgan bir hikoya yoki bir qissa emas, balki shuni yashagan shahidlar, shularning urug' tuqqanlari, shu qeyrib ketgan buvay mo'maylardan tortib bu tajovuzchilarning zulmidan saqqanmaganligini yashagan shaxslar orqali ekranga keltiryapmiz. Har bir qismda farqli qissalarni, hikoyalarni, fojialarni anglayapsizlar. Bugun ham ekranimizda boshqa bir mavzu. Bugun biz ana mavzumuzni tahdidlar va biz deb qo'ydik mavzumuzni. Nima uchun deganda chunki shu tecavüzçülerninki erkin dünyada yaşayotgan insanlarımı bularni saq qo'ymaslik, bularning yurkini mo'jish, Xitoyga qarshi hech qanday beshini ko'tarmas qilib o'tish uchun tilimizni so'zlaydigan shalchilar orqali dunyoning har qaysi joylaridagi vatan bevosita aloqa turib nurg'unlagan buni telefonlarga undidordan yoki WhatsApp orqali qo'shib turib tahdid ishlatayotganligini hammamiz bilamiz. Bunu bugün biz bevosita shu g'alchilarninki albatta Xitoylarning tahdidi bu hamda bizning tilimizni so'zlaydigan shularga ishlayotgan bechoralarninki yoki sodiq shularninki chaparinlarininki tahdidi bo'lsa-mu tilda so'zlash jihatdan Xitoy shunday tahdid qilib beryapti. Biz bugun buni oshkorlab maydonga chiqarib bilish uchun shu tahdidlarga uchrayotgan, to'xtamay bu besim uchrayotgan ikki qarindoshimiz keladi, Yasinjon Yaqub ve bu xalcham Osman hemşehrimiz ayol bu ishkaylan bugün suhbatimizga keladi. Aldı bilan qimmatli vaqtini chiqarib kelganligi uchun ko'pdan ko'p rahmat aytamiz. Rahmat sizlarga. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Aldı bilan biz hurmatli Yasinjon ve bu xalcham hemşehrimiz sizlarni biraz bir qisqacha tunib o'tsak, uning keyindan tafsilotga kirsak suhbatning. Assalomu alaykum. Men Atish Aqto'naya Jamoat Tarakiza 3-da birinchi dedim bulma. İsmim Yasin Yaqub. Men bu Turkiyaga sayohatga chiqqan. 2016-yili? 2016'da. 2016-yil. 2016 sayohatga chiqqan, sayohatga chiqib sayohatni cho'gildim. Vaziyat Xitoyninki chiqib ketgan sababidan men vatanga ketmay ishak duka açıp kaldım. Hoş. Siz ne? Ekranlarda görünmen qarindoshlarım. Men 2016'da 10 ayının 15 günü yo'ldoshim yenib chiqib 8 ay o'tgandan keyin vatandagi vaziyatninki Xitoy g'alchilarining basimininki tahdidining kundan kuniga eshib ketayotgan zulmni es qilib
u yerda qalsam o'zimning saqlanmaydiganligimni his qilgandan keyin nurg'un bedellarni to'lash orqali pasport ishlab yo'lishim chiqib 8 oydan keyin men keldim. Men Sharq Turkistonning Qashqar viloyati Yanshar noyi Yapchan yezisida tug'ilib o'sdim. 2007 yılı 3. ayda Atuş Oblastining Aqto'y nayisiga Jamal Tirak yesiga to'y qoldim. Xo'sh. Demek biz suhbatdan boshlashdan burun men yana qarindoshimizga ta'kidlab qo'yay. Har qatimqadek biz programmamizni naq maydondan taqib o'tamiz. Ekran oldida chiqib turayotgan telefon nomerimiz orqali bizga studioga bog'lana olasiz yoki bo'lmasa har qanday bir savol fikrlaringiz bo'lsa, bu yerdan qo'shib gap qilishinglarni, so'z qoldirishinglarni umid qilamiz. Shundaqla qancha ko'p qarindoshlarimizniki bundan foydalanishi uchun shundaqla bilgan ekranimizda shu Xitoy saqchi doiralarininki bevosita bu ikki qarindoshimizga sağan tehditlari, Xitoyning oqlashlari, u yerdagi o'zining aylab berayotgan bu tajovuzchilik jinoyatlarini oshkorlashlarni bevosita bilgan ovozliq anglaymiz. Ovozga elib olibdi ekan. Shu qilgan vaqtida, ular telefon qilgan vaqtida, gap qilishgan vaqtida buni hammasini ovozli shaklda anglaysizlar. Va shundaqla biz sizlarga ekran har qanday yerdan qarindoshlarimizga bundaq tahdidlar faqat yolg'iz bu ikkisiga kelmaydi. Shu kelgan vaqtida telefonimizga bir narsani qachirib qo'yib ovoz olgan narsalarni shundaq natunish numurdan kelgandan keyin ularning tahdidlarini ep qo'yib xalqaroga oshkorlashinglarni va qat'iy shaklda ularga bo'ysunish yoki ularning degan gaplariga, qiltaqlarga tushmasliginglarni umid qilamiz. Har bir qilgan gaplari albatta jinoyat daftarida Xitoyning qanchalik tajovuzchilik elib berayotganligini isbotlaydi xalqaroda. Hargiz bekor ketmaydi bu narsalar. İnşallah suhbatimizning davomida hammani anglab o'timiz boshdan. Xo'sh, endi shu Yosinjon, sizdan kelsam, qaraganda siz yo'ldoshingizdan keyin chiqibsiz, shundami? 2016-yil siz nechinchi ay chiqdingiz? 10-ayning 5-i. 10-ay chiqdingiz. Sizdan kelsam, Yosinjon, bu sayohatga chiqdim dedingiz hamda shu sayohatga shun chiqiblar vatan qaytamadingizmi degan? Qaytamadim. Xitoylarniki men bir mezgil sayohat qildim. Sayohat qilsam vatanda Xitoylar biz Uyg'urlarga zulmni chin aytganligi, urug' tiqalni turmoq ichirik qilganligi, berib kelganligi pasportini tatib olganligini ko'rib shuni bilan menmo hamda shu holatda turmoq yetib qolmaydi. Sizning pasportni erkin qo'yib o'tgan vaqtida olganmidingiz pasportni? Erkin qo'yib o'tgan vaqtida olgan. Bu qiltaqliq bir mezgil qo'yib o'tilgan qo'yim vatanimizda. Qancha odam qanday qildi deb ham chet eldagi urug' tuqqanlarni isbotlash uchun keyin buning abdi bashirasi echildi hammamizga ma'lum. Nima uchun qo'yib o'tilganligi, hatto chet elga chiqib boqmaganlarni pasport olganlarni shu vaqtida zo'lab uyga akirib bergan bo'lsa-mi, og'izgan bo'lsa-mi, keyin yig'ib olish boshlangan vaqtida pasport olgan deb turma kirib ketganlar nurg'un masalan, buni bilamiz hamda. Shuna qilib kirammadingiz, andan keyin sizning urug' tuqqanlaringizdan kimlar masalan tutilib ketgan Abdurahmon Qodir abay programmaga kirishdan burun buning haqida mening manda shundagina meningki 5 ocham, bir akam bor. O bilan meningki 1,5 yil bo'ldi, tutlum aloqam tugab ketdi. Andan Iymon qiz Yoqub deganninki bir o'g'li bor, Abdurahmon Qodir. Uning bilan o Qashqarninki Qashqar viloyatida maxsus Xushambar deb aqsil talqonlarni sotdi. Ana ayolim o Urumchininki vakolatini qildi. Men Turkiyaga chiqib andan 25 ming TL'ni 25 ming TL'ni men miyadgiligi berdim, Turkiyadagiligi berdim. Turkiyadagilinki urug' tuqqanlari pul so'qashtirib berdi. Pul so'qashtirib, qaramaydim Qashqarga soldi. Qashqarga urpadi. Urpirishda o sizning qarzingizmi o kim? Men shirkatning qarzi. Ayolim menga seppagan. Men bir sayohatga chiqqan. Men 23 ming TL'ni elib chiqsam, anda uni yag'mayaga vaziyatni chiqib ketganligini bilib, anda ayolim menga seppadi o pulni shirkatning pulidan.
Men bir adamdan bir hüner qildim. Az to'la iqtisod qilib, bir qarzimni tugtay deb o pulni udillashtirib berdim. Udillashtirib bersam, inimni shu achamning o'g'lini 8 yillik kesdi dedi. Abdurrahman Qodir degani. Ağacımızın oğlu. Şu 8 yillik kesilganligini anladingiz. Ha, anladım. Ramazonda. Bo'lmasa shu siz chiqqandan bilan hech qanday aloqalanmadingiz ama oilangizga hech qanday kishilar bilan. Ben sap 1 yil aloqalashdim. 1 yil aloqalashdim ve ayda bir qatimdan aytna. Keyin shu pulni avatdi degan bahona bilan tutib ketdi. Siz vatanda bira ularning nazarida ekan. Albatta har bir Uyg'ur jinoyatchi hamdi. Vatanda bira burun masalan oilangizdan yoki siz bir siyosiy ishlarga chetilib bunday turmaga kirib boqasizmi? Yo'q. Men o gün bir peysoga bir kimlikim bijigin chigan. Bizning oilakilar ip avladim ham shunda bir kimlik bijigin chidik. Hamda bir pasport bijigini men chidim. O peysoz kim ishlaydi, kim qanday qildi, biz hech qani bilmaydik. Şu derecede andan. Bir chiqqanligini nima ish qildingiz? Men chiqqan men satrashdan açtım. Hozir shuni qo'yasiz. Ha, men shu kesibni qilyapman, satrashni kesibni. Xo'sh, qardoshim, mana shu o'z so'z deganda keyin hech qanday bir ishga vatandami aralashib boqmagan bir oiladami emaskan, masalan, Yasinjon qarindoshimiz oilasi kelgan bir ish, ya'ni o'ziniki normalda pul so'qashtirganlar bir Xitoy qo'qab ketdik bir miyadim bir qo'ral setib edib yoki bir cho'ng bir jinoyat ishlash uchun birisiga pul avatganmi ish yo'q, hamma narsa qonunli bir shaklda bo'lgan bo'lsa-mu Xitoy tajovuzchilari Abdurrahman Qodirdan iborat bu Yasinjonning ochisiniki o'g'liga sağan jinoyati. Shuning uchun vatanning ichidan chet eldan bevosita uning kartiga urilganmi pul emas ekan. Vatanning ichidan Qarmaydan Qashqarga selingan pul, shunami? Qarmayning ichidan Qashqarga selingan pul. Uyg'ur xalqininki qandaq darajada, qaysi darajadagi xatar ustida, qaysi darajadagi zulm ostida yashayotganligini mushuning o'zim isbotlab turdi. Sen o'xshash bir vatanning ichi. Bizning vatanimiz Qarmaydan Qashqarga normalda bir insonniki 20 necha ming so'm Xitoy puldimi shu qancha pul bo'ldi u? Miyaning TL'si soldingizmi siz? Men dollar soldim. Yerda 2300 dollar soldim. 2300 dollarniki, 2300 dollarni parchalab shu Xitoy pulda sepirdi hamdi u Qarmaydan. Shuning uchun 8 yillik kesilgan va bu kesilgan kishi biz suhbatdan burun paranglashdik. Bugun xalqarada nihoyat dunyoning hamma yerida bütün dağınlıq axbaratlarning hammasida ekranga chiqib, shu Xitoy tajovuzchilarining o'zi Qozog'iston vatandoshi bo'lsa-mu, shu Ömer Bekali degan qarindoshimiz taqdirning o'rinlashtirishlari bilan bu shu Abdurrahman Qodir degan inimizdan shu qarindoshimizdan bir turmada yetib qoldi ekan hamda. Bu turmada 8 yillik shu vatanning ichidan yana bir kartga pul urib berganligini bahona qilib turib Xitoy so'ligan bu nahaq holatda yig'ishtirgan bu qarindoshimizdan boshqa bir vatanning tuproqida o'sib cho'g'ilmagan chet el nupusi bo'lgan Qozog'istonlik qarindoshimiz Ömer Bekali yetib chiqqan. Biz hozir programmada shu Ömer Bekali qarindoshimiz bilan buningki mushadi guvohlik bermoqchi turmada qanday qilib uchrashganligini va u qarindoshimizniki nima ko'rganligini. Bu qarindoshimiz hatto shu Yasinjonmi o'zining inisining turmaga kirib ketganligini shu Ömer Bekali Turkiyaga kelganligini andan bilasizmi? Shu vaqtida bildik ekanmi? Bugun dunyoda shunchalar axborot kengri bo'lgan, dunyoning har qanday yeri bilan soniyaning ichida ko'risha oladigan bir davrdiki, shu davrda bu qarindoshimizning o'ziniki bu navr inisiniki ahvolini shu Ömer Bekalidan o'rganganimdi. Biz hozir Ömer Bekaliga telefon qilib bog'laymiz. Şu ekran bizga qilib berdi inshaalloh. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ömer Bekali qarindoshim, qanday ahvolingiz, salomat bo'ldingiz? Allohga shukr. Biz hozir naq maydon programmasida Yasinjon bilan va ayoli Buxalchan bilan suhbat elib beryapmiz. Siz shu Yasinjonninki inisi shu Abdurrahman Qodir bilan sizni shu Xitoy tajovuzchilari turmaga olgan vaqtida shu yerga yetib qolib ekansiz. Shu vaqtdagi bir ahvolni bir so'zlab bergan bo'lsangiz. Bo'ladi. Men
2017'de 4. ayda 209. kamerada yatkan vaktimde şu yerden Ak Meydan'da şu Abdurrahmancan enimizni mi akirdi. Men ondan keyin yani. Sizdinkine akirdi. Ben yetip bir 10 gün bağa vakti şu. Kaşkadın bir ayal Kaşkada şu Abdurrahman enimiz, Abdurrahman yapacaklarken bu enimiz. İkincisi otellik bir hadimiz, Abdurrahman Canan deyişice. Karmaydan bir kardeşimiz, 2 ayal bir kişi. Yani ben sözler degende ulanın tutuştuğun sebebi bu Yasincan'daki anısıga iqtisadi yardımla evet işi. Bu otellik kardeşimizden, karmaylık kardeşimizden okuşlara pul veriş ihtiyacı bilen bu 2 ayal o pulunu Abdurrahman Can'ın karşısına sevetedi. Yasincan bir yerden o pulunu bu okuşlara verdi. Bunun şu ahvalını sen terörçülere yardım kılan pul bu. O yerden bu terörçüden kulağa etti. Sen akşam bir napılımı yapıvetti. Bu çoğun terörlükle Allah'tan teyarlı kılıp evetken pul dep. Şu terörlükle bağlap durup onu bir ayda 2 katım şunda kıyın kıstaklığı aldı ki adam çizgisiz derecede. Bedellerini köygüsüz. Siz qancha ay birga qaldingiz? Ne olan 2 yarım ay birle yattım oyunumuz bilen. Şu jarayonda 4-5 katım tayaqa şunda kıyın kıstaklığı elindeki her katımda çıkanda 4 gün 5 gün tayak toxma falan vurup çalılık beklet taşlaydım bana mayda halette. Biz 15 günden şu 16 gün içinde aşını soğuk suda yüzüp dümet kuzup koyup durup yemegeni verimiz şu muam bilen görüyorsunuz amal yok. Şu halette yana Allah'ın kudretlerini talameti asla asla kelediken şunun özü de o deyiklik men işkandak terörlükle bağlaş işkandak iktisat biraz ağa yerim yok. Ama şundak anama evet şu her kolektif men başa karşı cinayeti terör cinayeti asıl cinayeti işkandak ipiçilen teminlemey karşı kılgımılan da şunda kıyın kıstaklığı olan şunun kol koşun mecbur olup o deyiklik men ölüp ketsem kol koymayman dep. Ahire bu kat zulüm ededini açtı 2 yarım aydan keyin yani şu çağda 7. ayda hemen o kameradan ötkep 108. kamera ötkep etti. Keyin men o yerden şu lagerga çıktığı vaktimde enimden haberini sorasam hem de saçla daim yalgan sözleri çok halklarını korkutuş üçün biz o terörçünü 7 yıl sotlab ettik dep. Çünkü menin deylerimde işleyen Abdüşkür degen sakçı ne şu Abdurrahman enimizin deylerini tutpan kençi. Onu sizin qandaq bilesiz deseniz şu meni açıqqa vaqtida men so'radim başta Abdurrahman yanımda işte qandaq qildinglar deb so'rasam ketayotgan vaqtimda. Onu 7 sotlab etdik deb. Lekin men yolg'on deb o'ylayman. Chunki bular aşağıdaki insanlarni ruhoniy tarafdan qattiq qo'rqitish uchun sotlanmagan odamni sotlandi deb başta hayve qiladi. Bu shunday holatda men hep o'yinimizdan bildirdim. Xo'sh. Köptün köp rahmet yani siz 2 yarım ay jarayonida buni ko'rapsiz endi. Sizning guvohligingiz buni aytib pek yaxshi bo'ldi. Köptün köp rahmet. Allah razı olsun inşallah. Allah razı olsun. Mayli bo'ldi ma'qul. Demek qadrli qardoshlar, mana shu bugun dunyo axborotlarida dunyoning nupuzli axborotlar taklif qilib Xitoy tajovuzchilarining qo'lida Xitoyning vatandoshi, Xitoyning fuqarosi bo'lmasimi tatqan bu vahshiyona zulmlarni Xitoy elib borgan bu jinoyatlarni bugun axborotlarning hamma yerida oshkorlayotgan shu oshkorlaganlik uchun o'zining vatani bo'lgan Qozog'istondami o'zining bexatarligi yaxshi bo'lib bo'lmay Türkiye'ye mesela qaytib kelgan bu qarindishimizniki bevosita shu Abdurrahman Qodir inimizniki qarindishimizniki yotgan shu yo'qolan bir jinoyatlar akirib so'zlab berdi o'zidan aldinglarmasin. Chala o'lik holatda qanchilgan qatim 2 yarım ayning ichida qanchilgan qatim shunday vahshiyona jinoyat edib borganligi, zulm saqanligini anglab o'tdik. Xitoy mana bu bizningki ashaddiy azaliy dushmanimiz bu. Texe birazdan keyin bu xalcham songlimiz hemşerimizniki telefoniga bizning tilimizdan so'raydigan bu g'alchilarniki Xitoy g'alchilik qilayotgan, jon dili bilan ishlayotgan bu g'alchilarniki Xitoyni qanday oqlayotganligini, bu chet elliklarga qanday ta'sir qilayotganligini anglab o'tisizlar hali birdamdan keyin. Endi sizdan bu xalcham
Osman, sizni anlap östekemdi. Siz yo'ldoshingiz chiqib ketgandan keyin yana bir boshqa bir tahdidlarga uchradingizmi yoki qanday qilib oxirida chetga chiqdingiz? Ben yo'ldashim chiqib ketgandan keyin normal wechatdan paranglashib turdik. Önдөдарда menga telefon açdı. Açqandan keyin aralıqda 6-7 karta, sim kartını almışdım ben. Oşu yo'ldashimdan ovozi shunda menga keldi, telefon üzülüp qaladı. Onu andan telegraf şirketlerine berip sürüştömü qilsam, senin chet bilan aloqang bor ekan deb diyemidi o chaqda. Seninki bir nimang bor o'xshaydi, bu olgan kartang taqilib qapti, bevosita shu guanting taqib etibdi deb boshladi deb nim qildi. Bir kart almashdim, andan keyin yana berib, yana almashtirsam, yana yo'ldoshimdan bir paranglashma, yana taqilib qoladi. Aralıqda 6-7 kartam ashta taqilib qoldi. Taqilgandan keyin men bo'lamay aralıqda dadam meni yo'qlab chiqibdi ekan, yo'lish yo'q, bolam nima ish qilayotgani deb. Yo'qlab chiqqan vaqtning o'zida dadamniki telefoniga açdım o ünlüdarni. Açqandan keyin dadamniki nimsitimi ünlüdar alsam, dadamniki taqib etdi. Demek aş besimlada nem qildim, yo'ldoshim bilan aloqa qilishim testlish kuchdi bo'lgan siri. Bu yaniki vaziyetin o yana degan olmagan ekan, o yaniki bu yana degan olmagan ekan. Men endi beşimga mümkün kila qanda tahdidlarga uchqama deb o'zimdan endişe teşvişga tushgan to'dim. Özümde özüm qorxdum hem de çünkü ayağa berip kilovatqanlar hem de normalda 2016 yangi pasportni yangi taqatqan chaqlarda berip kilovatqanlar qaraganda keyin azlab ketib qolganligini his qildim. Kilovatqanlar azaydi bir pasportni yig'imiz degan xabar keldi. 9-ayninki 20-nechisida menga telefonda yezliq saçqandan pasportni bizga qaytarib bersang deb. Degan ekan ben hepton kunlik bir nimam bor, yo'ldoshimdan qashig'i barishga nim qildim. Aşağıya berip kilvelep nim qilay desem, sen kesen kemmaydigan qanday kapolatlik qilamiz biz dedi. Degan ekan men şirketniki to'xtamini ko'rsatdim. Qonunliq to'xtam bor qo'limda. Mushta to'xtam tuzgan. Nima shirkatdi? Sog'lomlik mahsuloti Xushember Aqsilq qo'ytalqin satqan. Andan keyin uni ko'rsatsam, kelishing rasmi dedi. Degan ekan ha ras deb nim qildim, qilsam. Söz beralamsa dedi. Ha deb nim qildim, qilsam 40 modellik to'xtamni aldımğa taşladı meniki. Muştun her birisiga onu qilsam jinoyatiga o'zim mas'ul, bunu qilsam jinoyatiga mas'ul deganga har birisiga barmoqimni elib imzoyimni atqin soldi. Ismimni yozbadim. Yozbagandan keyin andan keyin tamam dedi, andan keyin qancha kunda kelsa. Nima mazmunlarga shuning uchun? Chet elga chiqib ketib qolib, diniy asabiy kuch, terrorchi unsurlar bilan aloqa qilib qolsam, yo shularniki nimasiga ketib qolsam, yo shularniki idisiga burmulib kirib qolsam, Muşu çetelde bulavatkan nimelerni, erkin siyasetlerini bizning vatanga so'rab echirib qalsam, boshqalarning idisini burumlab qalsam degandek aşı nimedeki mezmunlar emdi. Xo'sh. Aşında mezmunlarni nim qildi, bo'ldi deb men hammasiga qo'l atib qilgan yaqi andan keyin. Qizim maktabda o'qiyotgan mezgildi. Maktabga berib, aşı yezliq saqchiqandiki, ruxsat so'rash xatini elib, nim qilib al, tamog'i bostirib qilib al deb bo'libdi deb 15 kunlik ruxsatni berdi. Agar kelmay qolsang buning bedelini amiyada ata-onang bor ekan deb meniki shu vatanda qolgan qarindoshlarim, aka-achilarim urug'ti qolgan hammasining telefon nomerini birdan elib oldi endi so'rabchi. Sen kelmay qolsang mushulardan nim qilamiz deb. Men bergandan keyin onunki kelib men 10-oyda keldim, 4-oygacha nim qilamadim. Yenib kelgan yaqi 3-4 ay qachon kelsizlar, qachon ketisizlar degandek gaplarni qildi, qilgandan keyin men bu yerga kelgandan keyin bizning iqtisodimiz yaxshi emas, yo'ldoshim yangi do'kon ochgan, uningki nimasiga chiqish amatimiz berdigan oylik puliga. Men ketdim, nim qilatim shirkatdan qisqartdi degandek gaplar bilan men ularni aldabmayadi nim qildim. Turish muddatim uzadi, undan keyin balamni maktabga nim qildim. Keyin bir yildan keyin qayta alaydigan o'xshayman bu yerga berib kelish iqtisod nima mening yara bermagidek degandek gaplarni nim qildim, qilib qo'ysam. Siz bizni yo'l qishqi dastlab başta qildingiz dedi. Degandan keyin men yo'l qishqi dastlamadim. Unda laqasman iqtisoddan qiynalatyapman. Pul sepirib qalsanglar bizga ketarligidek pul olib qalsam mayli qildi desam, yo'lishingiz do'kon ochyapti, do'konni satsanglar-chu deydi. Degandan keyin bu odamda biz 4 tamni elib bezab do'kon qildik. Buni hozir satil desak adam yo'q buni ag'ini deb nim qilsam, andan keyin qanday qilish kerak deb boshladi dedi. Degandan keyin unda laqas iqtisoddan men qiynalaman. Zaten yenip kelmesang bo'lmaydi degan gap qilib men pul urib bersanglar ketay dedim. Degandan keyin ularni jimidi. Jimagandan keyin
Arlıqda şu alaq üzülgen betimde 4-5 ay üzülüp kaldı pat ündüdar viçatlağı konçaqlarını evetip bağımı nemiş kılatsız degende kepler bilen nem kıldı. Kiyillik sellelik barbara 3-4 ay ötkenden keyin 3-4 ay taşıydı ya 3-4 ay yaşta yoklaydı bizni. Yoklagandan keyin Dadamızdan akırıp ketkenine kaçan vaqtыңız? Dadamdan ekirip ketkenine boşulmuş 2018 7. ayda xabar keldi. Kaçan akırıp ketken? 2016 4. ayda. 2017 4. ayda. 2017 doğru. 4. ayda akırıp ketken. İkranğa dadasının resimine akırıp neçe yaş? Dadam bu yıl 77 kirdi dedi. 76'ını üzüp 77 kirgen hem de. 77. Özünün ten salamtım tazı yaxşı emes. Vatandik çağda biz hem de ayıldı 10 bala, 10 balanın içinde birsimizin bir siyasi karşı yaki vatange kuturatlık kıldığan, eserlik kuturtuduğan işler bula kasmı. Bu mani qiysan yaxşı olmaydı, mani qiysan nem olmaydı, balam mayan otu dep, birsimizin bir siyasi ya bir cinayet çıkmay terbilgen şu da hem de men mayanға çıkan sebeplik hem de bir patiyakanda haberden depresya hem de. Şu dadağınız nemi qıp qaptı dedi alaqıdı. Dinniye sebep күшніңке немесіге құтыратқылық, немесіге қатынашқан деп ispatlap Normal dehqan mı dadağınız? Dadam normal dehqan. 40 yıl oğan aşpazlık kesbede şoğulunatı dadam. Ya hükümetninki bir koy yardım pulu yaki bir nemesiga adaylı bir imtiyazga erişip bakkan ayrıldı mı emes. Hem de hükümetke karşılık qıp bakkan ayrıldı mı emes. Normalde şu özümüzün ticareti bilen hükümetke eğrimizni sanmay özü bakıvatkan şu 10 balını hükümetke qartıp koymay emimizni kesip can kılıp terbiyeligen bir dadam inan dadam hem de. Hem de dadam men müşege kelgen sebeplik dinniye sebebi күшніңке немесіге тәсірі ұшқыған деген қалпақ bilen hazır. Bir yarım yıl bulaptı terbiyeleşti. Cezalar girdi. Cezalar girdi. Xitayning atalmış tili bo'yicha bugün özünü aqlab bulanmay terbiyeleş devaldi bu numussuzlar. Xo'sh, endi dadangizdan boshqa oilangizniki masalan ularniki ahvolini uqmaysiz. Yo'q, men hozir bir yarım yıl bulaptı. Dadamniki uya kirib ketganimda bu yil 7. ayda uqdim. Yani akıllarimdan yoki achilarimniki qaysi ruh tuqqanlarim nada men uni aniq bilmayman. Balkim inshaalloh hayotda Alloh bir saqlagandu teshidamda inshaalloh. Lekin endi uni bir nim diyolmayman nada nemish qilayotganini. Chunki bir aniq bir xabar yo'q. Dadamniki kirib qolganini bildim endi. Shu endi sizga mush tahdid sağan shu saqchininki ovozini biz anlab o'tsak. Qandaşamış hozir o saqchining ismini aytdi. Nadiki saqchi men birdan oldi ekranda. Bu adam nima ishlaydi? Shu Qizilsuv oblastlik Aqto'naye. 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 Atush Aqto'naye. Atush Aqto'naye. Tashqi ishlar idorasi deydigan idora baki aşağıda ishlayma dedi endi menga. Siz vatanlik vaqtidami shu ko'rishganmi buni bilan vatanlik vaqtingizda? Pasport ishiltish uchun, pasport ishiltish uchun shular bilan aloqa qilishimiz kerak ekan. Izliq sachqanda kirdim aşağıga shu odamga shu teshik chiqqanlarni tizimlash degan ishxonaga borsiz, shu odam tam g'urib turdi degan. Adabni qilib aşağıga bordim. Aqto'naye tashqi ishlar idorasidagi kim o? İlyar. O'zini ismidi bu İlyar? Belki men de İlyar deb ishiltamdi. Ashunda deb qo'ygan. İlyar nima? Dadasining ismini bilmayotganman. İlyar deb nim qo'ygan alqabek. Qo'rqdiq aloqani bekchi qilishdan. Qandaşam biz hozir shu bir muncha bu albatta bu nayt jihga qilib ketdi. Xitoyni aqlab bulanmay bechora bu yerdagi albatta o'zini anglab o'tinglar hamda tanlab ba'zi yerlarni o'tkazib o'tib degandek men hamma anglab chiqdim bu kirish programmadan burun. Bunun safsatisini bir anglab o'taylik. Onun keyindan bunga javob berish tegishli nuqtalarga javob beramiz. Svetlik aşnay mush chet-el axborot vositalarininki shunda Shinjong munosabatlik aşnay yüksek gap so'zlarni taqishga asosli maqsadi. Ular shu sizga qarta aşnay quturatqiliq qilmoqchi. Masalan siz o'ylab baqqan. Masalan BDT yani Birleşmiş Devletler Teşkilatı degine her qandaq davlatning kuchli o'rin. Siz bilsiz men bunu demisem. Navada sizning degandek chet-eldagi başka Uyg'urlarning degandek Şinjongda aşna ishli bo'lib qolgan avval bo'lib qolsa bu az qilinmaydigandan siz birlam emas nurg'unliq aydan berib balki sizdan burun berib az qilgan bo'lishi mumkin. Ular navada shu ishlar rasulab qolsa nima uchun Mishanga Ümek evetip yak maqsad tekshirish avetip Mishanga Şinjongni tekshirmaydi.
ularning ashuna huquqi mush chet avval bo'lib qolsa bu az qildim deydiganda siz birlama emas nurg'unliq aydan berib balkim sizdan burun berib az qilgan bo'lishi mumkin. Ular navada shu ishlar rasulab qolsa nima uchun mishanga ömek avatib yoki maxsus tekshirish avatib mishanga Xinjiang tekshirmaydi? Ularning ashuna huquqi bor. Navbat shunda bo'lib qolgan bo'lsa, shu xabarlar rost bo'lib qolgan bo'lsa, shular ashuna tekshirish ömek avatib cho'qim tekshiraydi. Chunki u xabar ishonchsiz ham o'sak gapsiz bo'lg'achqa shu o'li bu yoqqa idam avatib bundan tekshirmaydi. Siz buni yaxshi o'ylash biqin. Eng oxirida yana bir deb qo'yaymi sizga. Mening mo o'zim tushlik xizmatim bor, o'zim tushlik ishlarim bor qarang. Mening mo nurg'unlagan chechimdan to'liq xizmatim bor. Degandan tatib kechib qo'ysam tugamaydigan. Yana shunda turib men sizning ota-ona uyingizga berib, onangizningki, akangizninki resmini shuning ovozini ilib sizga avatib, uning keyindan sizning uydiklaringizga avatgan hal so'rash ahvollaringizni uydiklaringizga yetkazib, shunda qilsam yana siz ashna shu yerda turib anglab ba'zi bir o'sak gap so'z, ba'zi bir qalayimqan yalninki bu xabarlarga qalablam ulug' ishinib mang'ishanmay mang'a shunda bir ta'd zag'andek gap qilsangiz, sizningcha siz o'ylab qo'ying, navbat siz manga shunda qilib, men sizga shunda gapni qilgan bo'lsam, sizning qo'lingizga kelamdi ekanman-da. Siz mashni yaxshi bir o'ylab qo'ying. Siz eliqga degan kun, eliq oldin kun oldim degan gaplaringizning hammasini. Siz men uyaga borma, buyaga borma, uni izlayman, buni izlayman debsiz. Siz izlab qo'ying. Siz izlab qo'ying qani. Siz izlasangiz sizning qanchalik qo'lingizdan kelar, shuning qanchalik qo'ldan kelar. Ular anglamaydi emas, anglaydi, ko'rmaydi emas, ko'radi. Hammadan paketni dalil isbotni asos qildi. Balkim bu yoq bag'in siz birlam bilan emas bo'lishingiz mumkin. Navbat shu gaplar rost, shu siz xabarda to'g'ri ko'rgan shu ishlaringiz, siz anglagan shu ishlarning hammasi rost bo'lgan bo'lsa, u Birlashgan Davlatlar Tashkiloti ne vaqt bizning Xinjiangga o'mak avatib mush to'g'riliq bir tekshirish elib bordi. Sizningcha uni nimishqa hozir qadar nimishqa kirolmaydigandi? Sizningcha uni Jungodan qo'rqib kiramanmagandi? Unda emas. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti degan butun xalqaro ish ko'zlash davlatning hamon boshqargan o'rin va hargiz ma'lum bir davlatning nimasidan qo'rqib qolmaydi. Ammo shular shunda o'zak gap so'zga ishonmagachga shular mishaga chigidak bir qo'lda to'liq dalil isbot shu gapning rostligini isbotlaydigan bir dalil isbot bo'lmagachqa shuni tushmaydi bu yerga. yoki ashadagi bilgunchilikning keyingi paylaşlıqdan demeyim taxında demedim mi sizga? O'zingizningki turmush ahvolingizni, tijorat ahvolingizni, bolallaringizning yo'lishingizningki ahvolini deb turing, ezib ketmang, to'g'ri yo'lda men degan gapni qilyapman. Men faqat shuni egallasamla bo'ladi. Tamam. Tushunamizmi? Men siz agar siz boshqa Bu mu İlyar mı? Yo'q, bu boshliq. Ma İlyar'ın başlığı. Bunun ismini bilir misiniz? Yo'q, ismini bilmayman. Yuqoridagi ovozlar o'xshamayotdi shu bunaqa. Bu boshliq. Ma bu başlığı. Bu mu shu Aqto'naylik nimeniki? Tashqi ishlar idorasi ishlamdan. Mana shuni boshliq edi dedi. Shuni başlığı. Bu ovoz sizga qachon qoldi dedi? O'sha oxirgi ovoz. 4 kun oldi. 4 kun oldi. shu o'yda bo'lib agar buni bo'lmaydi desangiz buni qilmoqda ya. Ya u men uchun to'g'ri qabul qilgandek gap bo'lsa men qilmayman demayman. O anaqa siz hozir siz bizini o'qish bilan ya buyog'ini keyin men demaganlikni o'zingiz qandaroq yaxshimi yaxshi. Unda normalarga paranlasak bo'ladi. Hamda siz degandek miyada bek erkin birga birsiniki so'rg'in olgan, birsiniki nag berib nagi to'g'indi anaqa deb men sizga qilpiray desam-chu. Gapning rostida men qilolmayman bu yerda. Qanday desangiz, vatanda semtaxun bo'lganda miyaga chiqib memtaxun bo'ladiki, aqsuliq adam kuchalik qaynab qoladi. Anda bo'lgandan keyin men insonning shiga insonlar Şurada bu kadar virüsler siz bilemeyiz. Şu Özüne bir rasmını diyemem. Bir şey uyguladı gördüm. O kilopta ya geçip. Benim şehir kürep kalmış solutte. Andaki solutte, mandaki solutte. Şu tokup jürke pok yaşatı da. Diyorsunuz ras. Bu yerde siz ne onda konumuzun kemmeyi iş buyurmayız biz.
Fakat siz bir Cumhur fuqarası, sizniki bir şu iddia ahvalınızı, turmuş ahvalınızı bilip tursak, biz hatırlap koyup tursak, vaqt kelip, mesela siz mesela belki sizler qaytmaysizlar şu vatandagi keçip ketdinglar. Eğer şu kayıtlı degeni olmaydı, onu tuparak qaytmayım dep men sizge bedel kapaletlik veremeyme. Belki qaytıp ketişim mümkün, etimi ögünüm ben unutmayman. Sizinki qanday o'y xiyol bo'layotganini biz 5 qo'ldek bilamiz. Hozir hech qanday qaytamaysizlar. Bu o'zingizga ayon. Ammo shu yerda tursangmi biz sizni tashlab etsak bo'lmaydi. Tashlab etsak bo'lmaydi. Cho'qim sizni izdirkanlik qilamiz, surishtirishni qilamiz, qo'limizdan keladigan doirachilik qilamiz. Qani bu Jumhur hukumati kundan kunga kuchayyapti. Tahi yaxshi siyosatlar bo'ladi. Balkim sizlarni shu qaytib, ayol tarafdan bilan ko'rishadigan. Çünkü sizler yaxshidan bo'lsangiz shunda fursat bo'ladi. Agar yaxshida yo'lda ma'lumsangiz, sizlar bardaga yeringiz boshqa bo'ladi. Ayda bo'ladi shu. Yaxshilik qilsak. O'zingiz sizning maqomingizni ochiq qilib ekansiz. Yaxshi o'yinib beqing. Agar sizlarga bir hukumatning vakolati bilan aloqa qilishayotgan bo'lsanglar, men sizlarga maslashma, men bilan qanday vaqtda aloqa qilsangiz bo'ladi. Undan keyin yana bir masala. Niyada bir sizga deb qo'yay. Bayan mesela ilerinin ki bir nemisini loluk kılıp onu kılmaya bunu bu sizden ki mesela bu devlette mehbet istediğin şey oldu. Ben bayan dep koydum. Ben sizden hiç kadar şahsi münasibetim yok. Devletin mehbetlikini aşkarlagan degen kalpakını kiyip bir yerde dağındım bizi saklanıp kalsa sizin kolunuzda hiç gelmedi. Apırıp bir şey onu satamsız. Yani ya bir şeyde bir muhbirliğinden ki de ya televizyonda ilan kılapsız. Siz kılmışsınız mı kılavatırdık o sözler gününde. Ben de bizimki karasını ya nemisine edip kağaya yok. Yani desem yani şu kıran. Lekin Cumhur hükümetinden ben de bir yaşayan fuqara ekan, ben de ailangdagi serchilikni teşhir yayma deb hem bu yerga berib, men 77 ichigan dadamni tarbiyalash echirib oldi desam-chu, siz biz vatanning qonun siyosatlarini tushungan bilan, men boshqa davlatda tushunib ketishni natayin buni. Bu sizlik bulab qolmasa, devletler mesela nimaga mesela şu Cumhurninki yuqori rahbarlarga xatlarni yozyapti, telefon qilyapti, ko'rishyapti, mesela diplomatik munosabatlarda mesela muhbirlarning kutilgan shig'illarda xabarlarda bu bo'ladi deyilyapti. Nima ish qila oldim mesela? Şu devletning rahbarlari shunda cho'ng-cho'ng huquqlar, shunda puldarlik qilyotganlar, shunda ishlar hozir bu Cumhur hukumati bu bizning ichki ishimiz. Demişmi shunda bu diplomatiyada bor, hech qanday bir davlat yana bir davlatning ichki ishiga aralashmaydi. Hamma davlatning o'zining qonuni bo'ladi. Siz mesela bir şahs durup siz mesela şunu men desem belki bir g'ulg'ul qo'zg'ashingiz mumkin. Yo, ajab qipti deyish mumkin turkiyaliklar. Nima shunmoqchi? Qalpaqni siz kiysiz, xalq o'zining ishini yashaverdi. Men shu yo'l qishqa desmay deb shu kallamni shiltib shu o'tladim. Bo'lmasam da siz siz nurg'un nimani ayni anglapsiz. Hamda boshqalar qilganini men qilmadim, yanlamalaqi. Mayli yo'l qo'yay, mayli o'zimning davlatini bek suyay. Shu ideyadan bo'ldim hamda bilmadim. Chiroyli shu hamda ko'rishib aloqani mushbatamda qilsam, chiroyli nim qilim dedingiz, uni qabul etman, lekin hamda yanlam abay degandek bir berib ailamdagilarga aşağıda qilliqliq men bu yerda yashayotgan bilan abaymi dedingiz, mishadim erkin nemish qilsak qilamiz deb. Ham balkim biz u davlatning fuqarosi bo'lganligimiz uchun shu bedelni to'layoladigan nimaga imtiyozga ega bo'larligidek yashaymiz. Qag'inig'imda bir shu kunlarmi keladi. deganingiz keladi. Yaxshilanib ketamiz. Yaxshi hamkorlashaylik, mushta paranglashib turaylik, fikr almashtirib turaylik. Kallamizda o'tmagan masala bo'lsa biz o'tkazsak bo'ladi. Siz o'zingizning o'ylaganlaringizni, xiyolingizni, masalan shu xalqaro jamiyatda bo'layotgan shu nurg'un ishlar bo'ladi. Shuni anglab kallamizdan o'tmay, manda deyapti, siz anda deyaptingiz ajab, o'xshamadi ishlarni gapaydi desangiz, men davomli sizga tushuncha bermay. Biz davomli shunda fikrlashib tursak bo'ladi. Tushundingizmi? Men sizlarga ma'lum bir ish qilib bering demayman. Men faqat siz Jumhur fuqarosi bo'lg'achqa sizga ega bo'lib hukumatga vakolatdan sizlar bilan aloqa qilyapman. Bayon degandek har bir davlatningki o'zining maxfiyatlik bo'ladi, o'ziningki xizmat prinsipi bo'ladi. Men sizga deb qo'yay, men ishni men unda qilim, bunda qilim deb, anda o'zingizni dedingiz, men u yo'l chiqib desmayman deb. Mana xato yo'l tutmay, chiroyli ishimizdan bo'lgan aloqa, shu ishimizdan o'tirib bo'lsin. Buni ayada masalan Yasinjon bilan yoki urug' bolalaringiz bilan men bizda vatandagi munosabatlik bizda odam bilan paranglashdim. Bizning oilaning avvalmanda yaxshi ekan, undakin deb bunda deysan bu ammo talatuzda deb jurib buni 4 kun mening qulqamga yasa, o'chaqda men sizni shu qartsinda qil solab qo'yib o'tirman. O'chaq menga yig'lab, yosh to'kib, u men ajab uydagilarimdan xabarini olmadim. Nima sholab ketganda, men atogim men qanday kunni ko'raman
deb uçaq unda desiniz, men uçaqda men sizning yo'liqishingizga men desmayman. Tushundingizmi? Ikkimiz ma gapni ochiq deyishib oldi. Ma'qul. Onda chataq yo'q. Yani bir iş yapsa, baro olmagan ekan. Hissiyatımga tanib bir ish qilgan inson emas. Falan nimaning to'g'ri, nimaning xatoligini bilib yashataman-ku. Yo'ldan chiqmagandan qo'rqma deb. Demek ahırda azırak kaldı bunun gibi. Uçaqda men sizni shu kartasinikini so'lab qo'yib o'tirman. Uçaq Ma'qul. Bo'ldi, ma'qul. Salomat bo'lib. Mişak işi biraz gap kılaydı. Bunun kendi nurgun gapları var bu ismini bilmeydiken hemşerimiz mi? Şu İlyar'dan başlık iken hem de. Bu Xitay nemi degan kuyimchana bizga hakikaten vah nemi degan kuyimchan bu Xitay deyish to'g'ri keladigan darajada biz Jungo fuqarosi bo'lgandan keyin Uyg'urlarimiz chet elliklarni munoiti shu hammasini egallab turmoqchikan bu Xitoyda. Baştan başlap kelsak İlyarning so'zidan boshlab Birleşken Milletler Teşkilatı'nınki qanchalik kuchli ekanligini nemishqa arz qilmaydi, nemishqa bu yerga kirib agar rost bo'lsa chet eldagi tashviqotlar rost bo'lsa uning deyish bo'yicha bichora o'zi so'zlayotgan o'zi shu gapni qilayotgan vaqtida o'zining millatininki xalqininki va o'zining shu Xitoyga shuncha sadoqatmanlik bilan ishlayotgan shu maxluq İlyar yoki uning boshlig'i bo'lgan bu maxluqninkimi o'zining qancha qadrsiz ekanligini har kuni xizmat o'rnida ming qatim his qiladigan g'alchilar bo'lardi. Yani her qanday vatanda bilgan heligo masalan bu gaplardan keyin hali anglaymiz, unga hali javob qaytaramiz. Yani ashunda o'zining qancha qadrsiz, o'zining qanchalik bir pulga yaramaydigan Xitoy paypoq o'rnida ko'rmaydigan darajadagi chupranda ekanligini bilmasdan yana chet eldagi yana shu Xitoyga bo'lishib berib, shu Xitoyga yaloqchilik qilib chet eldagi yana xalqini aram bermay bu Xitoyga sodiqlik bilan bunu albatta bu Uyg'urcha gap qismi mening nazarimda Xitoydan farqi yo'q yani. Xitoy bir Xitoy yani Uyg'urcha gap qiladigan bir Xitoydan iborat hamda. Shu Xitoyning tili bilan gap qilyotdi, Xitoyni oqlayotdi. Sen o'zing bilgan dunyoda heligo Birleşken Milletler Teşkilatı'nınki neçiligen qatim tekshirish o'miki avatishini talab qilib baqdi. Albatta ular üstlam kirib, uning albatta bosqichida oldirma o kunlarni kelishi mumkin. Herkes kelmaydi degan ishonmaydi. Yugurab berib bir yerda qo'lida o'nlagan dalil bo'lsa-mu, bir davlat deganda albatta xalqaro qonun bor. Üstlam kirib, ayrıtlan bilan bostirib kiradigan ish yo'q bu dunyoning hech bir yerda. Shu sen ansirmasan, agar de sen jinoyatchi bo'lmasang, sen belki mushu so'zni qilayotgan davatdiq masalan so'zning boshida debdim. Har kun so'zlayotdiq deb. Har kun ekranga chiqib so'zlayotgan bu so'zlar, bu haqiqatlar seni rahatsiz qilayotganligi uchun, sen uxlayolmay qolganliging uchun, agar sen haqiqatan kuchli bo'lgan bo'lsang, haqiqatan sening jinoyating bo'lmagan bo'lsa, sen bularning hech birini chet eldagi hech bir insonninki nima yashaydi, nima qiladi, qanday so'zlaydi, agar desa o'g'ri bo'lmay, sen to'g'ri bir inson bo'lgan bo'lsang, to'g'ri bir hukumat, to'g'ri bir sistemdagi yurgizayotgan bo'lsang, sistem yurgizayotgan bir doira bilgan vatandagi hammasi qaroqchidan farqi yo'q-ku. Agar to'g'ri chiqqan bo'lsang, parvo qilmaysan. Chunki sen jinoyatchi bo'lganliging uchun, yuriking pok bo'lganligi uchun, jinoyatingning oshkorlanib qilishidan har kuni ekranga chiqib birileri so'zlayotganligi uchun amaliy paketlar bilan shu buningga rahatsiz bo'lganligi uchun alohidanga vaqtingni chiqarib, sen bilmem qaysi idoraning boshlig'i bo'lgan bo'lsangmi, alohidanga vaqtingni chiqarib, Xitoy xo'ja kanunki amri bilan ular rahatsiz bo'lib uxlayolmayotganligi uchun shu vaqt chiqarib soatlarcha telefon qilib, bu yerdagi normal, yani bu xalqning qo'lida nima ish kelarsancha yani. Shu normal qo'lda avtomat qurolli yo'q bo'lgan normal kunda o'zining janna aran turmush etib bir tijorat bilan bir siyosiy tashkilot qurib san qarshi yuzlagan, minglagan askar tayinlayotgan insonlar emas bular. Normal xalq, normal o'quvchi, qo'ldan hech bir ish kelmay o'zining bir kishilik hayotini yashayotgan shu insonlarga soatlarcha vaqtingni chiqarib, ularni qo'rqitib, ularga tahdid selishga mecbur bulduğun derecede acizsin. Mecbur bulduğun derecede cinayetçisin. Şunun için bu halka kelip qalğanlığını özüň his qilmaysan. Muşu sözlerinin hemmesi
Bunu siz çokum şu memişe de koyay. Bunu bütünley bir tercüme kıldırıp bunu noterlikten Türkiye'de noter nimesisin ötküzüp tercüme kıldırıp Xitayning qandaq sizga tehdit selayotganligini özüňiz yaşayotgan rayondagi saqchixanaga berip siz ifade berisiz u yerda. Siz bütünley beşiňiz kelgen hemme işni türkçe halatda yoki terjimon orqali anlating yoki tercüme şekilde hemmini tushundirib mushunday qilayotgan özüňiz türkçeni bilsiz zaten. Bilgenden keyin bütün boğan işlerin hemmesini şu saqchilarga ifade berip sizningki qandaq tehditga uchurganligingizni bu engi aldı bu saqchilar. Bundan burun başqalar uchurgan bu ishga qonunli şekilde hem işinizde özüňizni qo'g'dang ve ekrandaki mushunda uchurgan qarindoshlarimiz öz turish rayonidagi saqchilarga cho'qim deyish kerak ve bularningki tehditlarga birinci qitimdan boshlab bularni intayin ig'ir tillab ikkinchi telefon qilolmaydigan shaklda tizimlikni o'chirib qo'lingdan kelganini deb bu gapni mardona qilishimiz kerak ve tehditlarni ovozga ilishimiz kerak. Jinoyatchi bo'lganlik uchun shunday qilsan. Sen hattoki normal bu davlatning Birlashgan Davlatlar Tashkilotininki odamlarni emas, o'maklarni emas, normal bir televizor axborotninki muxbirlardan tatib sen erkin azodi bizning vatanimiz Sharq Turkistondan xoligan yerga berib, xoligan xalq bilan shu sening zulmingni yashayotgan xoligan xalq bilan erkin bir suhbat qilishga ruxsat qilgan darajada yurak bormi sening hukumatingda? Xitoy. Biz bunu deyimiz bu yerda ekranda. Sen agarda sen rastilla sening jinoyat olmay, shundoq bu qonun davlati bo'lsa Xitoy sen degandek, hamma ishni qonun bilan qilgan bir davlat bo'lsa, sen yuriking bo'lsa, sen axborotga eshitayotgan hamma odam kirib, nurg'un qonunli dunyoning axborotlari kirib, shu yerdagi xalq bilan bir muxbir kelsa 70 payloqchi chaparmanlarini payloqchilarini uning orqasini silib, hech bir xalq bilan paranglashtirmay, o'zing xohlagan yerga olib oldin o'rnashtirib qo'ygan darajada jinoyatingni yo'shirish uchun shunday qilasan. Buni bugun hech qanday bugun dunyoga bir yo'shirinib qolgan bir ish emaski. Butun dunyo bildiki, qarog'u chig'ida bildirsin, bu sizning vatanda qanday ishlarni elib berayotganini biladi-ki. Sen şu o'g'ir bo'lganligi uchun, jinoyatchi bo'lganligi uchun buni oshkorlamas uchun qanchalik tepishaklayotganligini dunyo bilmamdi. Mushundaq axborotga chiqqan shu normal xalq, qo'lda hech nima yo'q xalq beshig'i kelgan narsani anglatganligi uchun ve dünyada şu rezillikka, besimga uchirganligi uchun sizning xo'jakalaring, sizningki xo'jayinlaring degan nima bo'ldi? Yillardan buyon boshlangandan tortib lagerga solingan insonlarni bizda lager yo'q deyotgan shu xo'jakalaring nima qildi? Birdamning ichida men xalqarodagi besimning kuchayishiga ve so'zlayotgan mening opam, dadam, akam jinoyat holatida tutib ketildi, yo'q deb o'tirga chiqqanlarning sababidan Xitoyga besim bo'lganligi uchun sizning akalaringga yolg'ondan maktablarni qurib, hozir bas-basda noiti isil maktablarda hammasi to'tal yashayotdi deydi. Ya biraz numus deydigan narsa bo'lish kerak. Agarda sen zarrachilik senda vijdon, g'urur deydigan narsa bo'lsa, biraz numus qilsa, o'zingni Uyg'ur tilida so'zlaydigan bir Xitoy bo'lgan bo'lsam, normalda Xitoy bo'lsam hamda bizning tilimizda so'zlagan bilan nurg'un hikoyalarni aytib ketibsan. Ama bunu biraz numus qilishing kerak edi. Normal xalqni qilib eling. Sana yillarcha ishlagan, 30-40 yil ishlagan Nurbekirni da hammasini tutib ketding. Nima jinoyat bo'lyapti? Universitetning professorlari sening shu tarbiyalash markazingda kasb o'rganishga ehtiyoji bormi shularning? Danliq doktorlar, tanarkatchilar hammasi qayerda yurib bir isbotlab baxtimi, bir dunyoga qo'qmay turib oshkorlay oldingmi? Sotni naq maydonda echib dunyoga qonunliq sud ochganligini bildirib, biz hammani qonunliq shaklda qilyapmiz deb san'atchilar, nurg'unlagan akademik ustozlar, sendek insonlardan minglaganni, o'nminglagan tarbiyalaydigan bilimlik insonlarimizning hammasi izdiraksiz yo'qoladi sening turmangda, sening lageringda. Ularning sening qaysi kasbingni, qaysi madaniyatingni o'rganishga ehtiyoji bor ularningki. Sendeklardan milyonlaganlik dars beradigan olimlarimizning ishiga kirib ketding. Ular qaysi nerede yürüp senin kesbisining maktabingdagi hozir tashviqot qilayotgan, tunur yasatayotgan, bilmem nima nayoqtirayotgan, sen axborot oshkorlayotsan-ku. Shu tarbiyalash lagerlarda sening deyotgan shu lagerlarida nimani o'rganishga ehtiyoj kelib qolganda shu olimlarimizningki, shu san'atchilarimizningki. Senden nima o'rganishga ehtiyoj tushib qolganda ularningki.
Dünya bilgen bunu her kança yuşursan mı, her kança kılsan mı, mümkün emas bunu yuşurup bulanmaysan herkes mi, bunu yep bulanmaysa bu cinayet anı. Andakin bir yerde kıltak düşürüş, oylap bakaydı mesela müeddepti misin? Ahırda müşahedeki başlığının ki İlyar'ın başlığının sözü. Her kanda devletinin devlet mahfiyetlikini aşkarlaş nimesiga kirib qilib, o'sha agarda siz bu yerni aşkarlab o'tman debsiz, ovozga ilib oldim debsiz, undan keyin buni aşkarlab qolsangiz, devlet mahfiyetligini aşkarlagan qalpoq kiyib, andaq qilib o'tamiz, mandaq qilib o'tamiz. Sen bunu aşkarlamasın zaten qilib o'tsan-ki aminatda buni. Bilgan balkim anglab o'ltagansa bizning bütün programmalarimizni ko'rib turgan qalchilar. Xo'jayinlaringga tarjimon ketmaydi, aytugin sizni qarab turgan, sen shunday g'alchilik qilayotganlarni birinchi bo'lib xo'jayinlaring Hocakilerin seni birinci yok yoqtudi aldı bilen. Sana ihtiyacı kalmadı çünkü Xitaylarning o'zi Uyg'urcha so'zlaydigan bo'lib ketdi. Belki bizning programmalarimizni tarjimasi anglaydi. Tushundu ve biz bunga yüz işimiz bunga. Shuni tarbiyalayotdi yillardan buyon. Sendek g'alchilarga hech qanday hojati qolmaganligi uchun bilgan yillarcha shuningki chapinni ko'targanlarning hammasini akirib yo'q qilyotdi hozir. Sana navbatdagida buni xotirjam bo'lgin. Bularning qiltiqiga shundaq qiltaqlarga asla ve asla düşmesliklerini ümit kılımız. Erkin dünyada, erkin halette beşinlerini götürüp yaşayanlar kadarlı kardeşler. Bunlarınki her kandak bir tehdidige, şundak avazga elip durup şu hemen aşkarlı etiş, tehdit sağallarını. Her xil tilde bunu beriş, akbaratka beriş. Bu bir Xitayning cinayetini aşkarlaştığın ibaret nese. Ailemizdekiler olsa, herkes bunu biz yuşurup qalğanlığımız için ulağa günde şu vaqt pola akirip bakmaydı. Anlap öttük müşahede ekranga çıkan hadir bütün Amerika'dan mesela Michel Gültursun hemşehrimizdeki şu yerdeki türmede köygen tamakının ahvalleri ve biz ekranga açıkan Kazakistan vatandaşı 31. sanımızda Gülbahar Celil Hanım'la çıktık. Hayatı da onun ata anasında bizim vatan bilen hiçbir alakası yok. Kazakistan'da doğup çoğun olan Uygur'una kıltak düşürüp akirip vatanga akirip bir yıl 3 aydan artık halette kandak iştilaçı zulüm sağallıqını, vəhşi zulümün sağallıqını hemmimiz müşahede şu hemşerimizden anlap öttük. Sen o yerde bettif olabilir. 77 yaşlık ne çıkıtım operasiya kirgen bir boğayını akir verip sen nime öğretmekçisin onunla? Kaçan öylep gittiğanlıqım taqma keyni deydi o taqma şu zehirlik fikirde cemiyeti yaşayotqandan keyin illa birleri yuqumdan qilishi mumkin diye nurg'un tetiksiz gaplarni anglash lazım. Yana biraz anlap öteyli. Bir ömür ballarım intillaydı karşılar kalıdı. Çıraylık bu şekilde paranın için hep kalsınız ben de ya. Bu şekilde paralarsak oldu. Ben yana bir gapni sizdan oldum kısıp qo'yay. Çünkü hozir mesela hükümetimiz o'rtamida o'zininki shu chegara ichida mesela Şinjan'da hozir mesela qonunni shunda qattiq idora qilib yo'l qo'yib shunday qilyotdi hozir mesela shu muqimlik jihatdan bo'lamdi. Har qaysi jihatdagi vaziyatninki qattiq ekanligini bilasiz. Bu ish mesela bu ishim yaxshilab ketdi. Buning ishini siz. Bu ish yaxshilab ketdi. Bu vaziyatga shunda asabiy diyalam yo'qab, xalqlar shunda yaxshi kun ko'radigan kunlar keladi. Patikanda bu ish bo'ladi. Anadan keyin bu Jungo hukumati siz Jungo fuqarosiga Şu Jungo hükümetinin pasportu var. ish etmaydi. İzdirkin qiladi, so'rg'in qiladi. Ma esangiz bo'lsin, juma siz mesela hozir dedingiz agarda shunda bir normal men bir Jungo fuqarosi bo'lasiz bilan sizlar mening turmushimni so'rab qaydaroq deb qo'ysangiz men uni yaxshi maslashmayman dedingiz. Bu sizning majburiyatingiz. Bu qonun belgilangan majburiyat. Hammadan o'zining bolasini so'rg'in qiladi. Jungo hukumati chet eldagilarni tashrif etadi. Bu patikanda bo'ladi, aldirmay turing. Siz u yerga chiqib olib men sening gapingni anglamayman. O'zimning turmushim bilan baqsam bo'ladi desangiz mayli, qilsangiz bo'ladi. Bizning hukumatimizningki shu vaqti kelib, chet eldagilarningki makla sen va Jungo fuqarosiga nima ish qilyapsan, nima qilding, nima ish qilding degan so'roqni olgan chog'da o'zingiz javob bersangiz bo'ladi shu chog'da. Agarda siz men bir Jungo fuqarosi, masalan siz Jungo hukumatiga vakolatni men bilan aloqa qilishibsizlar, men sizning xizmatingizga moslashmay qo'llayman desangiz biz davomli shunda aloqa qilib turamiz, biz turmush ahvolingizdan xabar turamiz. Agarda siz ashada chet elda masalan Istanbulda yashayapsiz, shu yerda o'zingizningki asabiy ta'sirga uchramayman, terrorizmningki qudratga uchramayman, men yaxshi yashay olmayman, mening ilmim qonuniy ilmim shunda sagak deb o'zingizga ishonch qilsangiz, shunda chiroyli normal yashasangiz, bolalaringizga hech qanday gap kelmaydi. Kelgusida sizga sizning hech kim so'rovingizni qilmaydi, yo'ldoshingiz shunda chiroyli yashaysizlar.
Üzemning bilginimni qilyapmish yerda yashayman, mening sizdan hech tuqim yo'q. Desingizmi? Men uningga mayli. Vaqtdan vaqtga kelgan men degandek shu masalan chet elliklarning so'rovini oldigan chog'da o'zingiz javob bersangiz bo'ladi. Yo'q, men sizlar aloqa qilib turma, men o'zimningki turmushimni sizlarga deb turma, ko'pinimni, aytganimni sizlarga deb turma. Desangiz, vaqtdan vaqt shunday vaqt bo'lgan chog'da so'rovini oldigan bu. Biz bilamiz ma'ning nima ish qilayotganini, bizlar aloqa qilib turyapti, bizga maslashyapti degan gapni biz qilamiz. Tushundingizmi? Tushundim. Endi siz mabayni ta'kidlab o'tdingiz, bu Istanbulda 2 necha davlat, 2 necha millat bor hamda hammasiniki har bir millatniki eski qo'ylarini, nimasini sapasini olimi deb ep qolamaymiz-ku. Hammamiz o'zimizga to'g'ri bo'lganni issiq chiqsaq talab, so'qoq chiqsak to'ng'onimizni bilib yatsak bo'ladigan ya bu. Shu nimada ketib boramiz. Ma vaqtcha hech bir ezib qadam layga tushib boqma dedi ha. O'zimizning nimasi chunki men yerda odamman o'ylashqa bizda fikr yurgizgidek kallimi yo'q. Men yerdagi turmush besimni hamda men sizga demasam balkim siz abay dollardan nech pulliqi nima ishlar bo'layotganini siz mendan yaxshiroq bilar ekansiz, masalan tahlil qilibsiz aynikan. Anda bo'lgan ekan bizda unda ushaq tushak ishlarni tahlil qilgidek, nim qilgidek ish yo'q. Biz men yerda yashash uchun nurg'ulg'an nimani vaqtimizni nim qilsak bo'lmaydi, markazga yig'ib vatandagidek buga uxlasak atsa taraf qo'ygan yerdagi kepazni setib hajayman o deydigan ish yo'qmi? Bir umr ma balarim intilla Yani iş kılavuz degan gapni oldingizga taqib kelmadi. Lekin anglaysiz yaqinda nurg'un u yer Suriyadan, u yerdan kelib Turkiyaga qochib жүргәннәнки sorg'in qilyapti Turkiya. Nima uchun? Jungo hukumatı shuningga shunda degashga sening davlatingda mening fuqarosam, meningki qonunim xilaf terrorizm bilan shug'ullangan nurg'un odamlar bor. Mushunlarimiz chunki bir ikki davlatning o'rtasida hamkorlik bo'ladi. Iqtisod jihatdan bo'ladi, harbiy jihatdan bo'ladi, mushunda kishilik munosabat jihatdan bo'ladi. Shuni aşağıda shunda nima kun ko'rayotganini bilamiz. Biz meni sizga oxir deydiganim, agarda men bir qo'ri sizga tushuntirib o'tdim, hozir bizningki mayar bo'layotgan siyosatni, vaziyatni bir qo'ri tushuntirib o'tdim. Kallamizdan bu daymonlik o'tmasligi mumkin, buni biz to'g'ri tushunamiz. Agar bir sizmi bir davlatning nuqtasidan bir masalan shu bir Abdumrayonning shu bir hukumatning nuqtasidan siz o'ylab beqing. Agar sizningki shu zamoningizda shunda portlatish, ayni adam o'tirish ishlari kunda bo'lsa, sizning ochig'ingiz keladimi deyman bu. Siz shu to'xtiribdi, mana bir so'rin qilay. Hattoki sizning bolangiz uyingizda sizning gapingizni anglamay talaga chiqib, sizlar urushib qolsa yoki bizni o'g'irlab satsa, siz shuni so'rin qilamsiz, qilmamsiz? Demiş yo'ldan chiqib ketgan, demiş nasıl urg'un nemadan qiladi ham normalda. Lekin hamda men bu yerda vatandanim 2016dan burun bo'g'ashni bilma, 2016dan keyin bo'g'ashni nereden nega berib to'xtadi, dadam nima sababdan chirib ketdim, sizning og'zingizda anglatdim. Hamda bir yosh cheklamasi manchashqa baga adam bo'lganligi uchun ham kallamda o'tmay qolgan ba'zi masalalar bo'ladi. Chunki men bu yerda dadamning turmushi nereden negacha nima kunni ko'radi, menga qarang'u. Nima kunni ko'rib ketgan yo'q, men dedim avalni sizga tushuntiryapman. U bir unda nima kun ko'rib ketgan emas, u bir tarbiyalash maktabi, uning ichida hamma narsalar to'liq bor. Bu faqat bu sizning dadangizlarmi emas, nurg'un odamlar shuning ichida tarbiyani qabul qilyapti. Chunki bizning bu yurtda shu asabiy ideya shunda kengayib ketgan bo'lg'achqa, nurg'un odamlar shuning ta'siriga uchragan bo'lg'achqa, mushkul usulda shuni tozlamasa, uning oqibati ma'zur qilma ig'ir bo'lib ketadi. Bardaga yeri o'xshamay qoladi. Yoki pishpach o'qiyib o'tadi, yoki bo'lmasa turbida mangu bir hayot shu yerda oxirlashadi. Shu hukumat shuni ko'z tutib, jiroqni ko'rib turibdi. Men xalqni manda qo'yib bersak, bular toza yaxshi yo'lda mangmaydi. Masalan, bizning qonunimizni toza, chunki bizningki madaniyat saviyamiz, masalan, siz Turkiyada yashaysiz, u yerda nurg'un millatlar bor. Har qaysi davlatlardan kelgan sayyohlar, masalan, Turkiya bir musulmon davlat-ku. Shu bir musulmon davlatida Yahudi yashayotdi, dinsiz yashayotdi. Qasidam hamda men bizning kelaqi derneklarning nimashini qildingiz. Qarang'ishambaydi kemas, o'qitcham. Siz masalan shunda bir o'chqashkar bir davlat-ku. Shu. Dunyoning har qanday xabarlarini anglab turibsizlar, u yerda hech kim sizlarni to'smaydi, shunda kengri bir taraqqiy qilgan, shu madaniyat bir u yerda siz masalan men Rabia Qodirni shunda yaxshi deb bildim, siz eski datsiz deysiz. Shuni nima ish qilayotganini men deb berdim. Men deb berdim, masalan siz bilasiz uni. Siz bunda xursandlik qilib, masalan bilmaydigan qatorga chiqib, masalan aşağıdaki chataldagi avvalini men anglamagan, ko'rmadim, bilmadim desangiz, bu ishimiz bunda samimiy paralashmaymiz. Men bu yerdagi gapni men o'zimning chunki chiqarib sizga shunda javob tushuntirib qilyapman. Endi men sizga tirishchilik ko'rsatyapman deb o'ylayman.
Ama siz o öyle benim içimdekini bilmeydi o ya ki ben nimsem bulardım ben yerde ama çimen kilometre jarlıkta dep anda öyle ben onu tanımaydım onda de onu sizdiginiz hata ne onu yaxşı yaptım siz eskidatsız siz sizdiginiz misapmadısınız biz ikimiz paranlaşamayız. Ya hem de şu men hazır dedim o hem de ki o ayağını men içki vaziyetini ravursalığı tadqiq qilib tekshirish elib bormi dedim. Aşta hazır men bilmedik ama meselen. Yani İstanbul'da durup şunu mesela men degan muş işini bulayotgan işini siz bilmeymedisiniz bu kichik bola işindeydi qayda onunğa. Çünkü bizim bilmeydigan yer emas bizim şu köygechga anlıgaçqa şu dağıtım sizge manda işli var dep. Esli siz bizge deydigan gap mı? Yani manda işli var dep siz şöyle yaşayotgan diken siz bizge deydigan gap. Men de bu yerda boğa etkendan hemen depre dep otarsam qaramay ishga balanma bakmasam bo'lmaydi. Menga men iqtisod masalasi bor. Ay yoluşum dükkanını açmasa dükkanın icaresi tuşudu. Ne siz benim deprem demedim de siz şu balonunuzda bekle başında öte geçseniz buludu. Bunun iki açta kıllarım hemen çıraylık balamını bakay. Ama şu köresek hazır düşendiyordunuz, men düşendisiniz mi? Mening içimde bir azap var. Men qilmasa mening dadam o. Anda bo'lgan ekan mening kallamdan gay ishli o'sa gay ishli o'tmaydi. Ana shu tarbiyalash qachon bir bittasining shuni bir uqib baqsam men. Şunu bir anlap bakay. Terbiyeleş o kaçan püte deydiğen onda onun eniq nimesi yok şu dadağınızdaki iddisi kaçan el olsa onun vakti mesela ayetlam dadağınız özgürep şunda mesela kanun şu terbiyelenatkan ki intihamı soludu. İntihamı ötse şu zaman qaytavatqanlı ba. Hem de nim qasa qaşada bir yaşqı yoğun adamdan ha o. Kallisdan ketip mesela saranlaqas bir ömür qaldidan şu özünki isim tapamaqdak özünkini davirdigan esini yo'qotadigan ashta kesel olab qolsa. Bunda kesel olab qolmaydi doktorlarımız var. Jungonunki şu meditsina jihatimi doktorluq jihatimi seviyesi hayli ilg'ar. Zamandan keyin qolgan unda ish yo'q. Masalan u psixik jihatdan bo'lamdi yoki tan salomatlik bo'lamdi. Bu jihatdan tashkilib turdi yosh cho'g'larni. Davolab turdi, dorilar bor. Demek bundan keyin men dadamniki hamda tan salomatlikka nimasidan xotirjam bo'lsam bo'ladi-ku? Xotirjam bo'lsangiz bo'ladi. Ha, bo'ladi. Sog'lom yo'lda men vazifa qo'ymagan, siz mendan iliqqa gap olmadimga yoki men sizga haqorat keltirdigan ya vatandanki nimasiga ta'sir etadigan avval bo'lmasa, chiroyli paranglashimiz, qarindosh millatimiz yashayotganingizni dang desangiz, o'zimning shaxsiy turmushim qanchalik so'rsangiz shunchalik deb berishga men tayyor. Bu şekilde paranlasak bo'ladi. Undan ortiq ushlar qolsa, endi siz xafa bo'lmaysiz, men xafa bo'lmayman degandek, Jungoning saqchilik bir ömür ma baldırım intilaydigan ishlar qoladi. Suriyaning boshida yashab bir davlatda. Arliqdagi bir munosabat. Ananiki ayıldan iliq narsa insonga yo'q, sizning xizmat ishlayotgan odam emasdan. Bir ay xizmatga ketib 2 kun oilangizdan ayrilib qolsangiz, siz qanday Ahvalınız yaxşımı? Şu hepde bir çok tezlik qilib bağdı qilgan davlatlar emas, ma'lumotda madaniyat jihatda bizda necha yil oldi doimda. Shu. Ansaviya o jihatda bir xil mukammalamda. Shu. Shunday qilib, Yasinjon bilan ish qilgan masalan siz nerede tipishlik qilyapsiz? Shu istirohatni qilgan, keyin bir cho'ng shirkatdan meni tutdi. Chiqaysiz. Kichkina ishlar boshlang'ich maktabda o'qitamda. Bir Qadrli qayndoshlar, bu nimeniki biraz anlap o'tdik. Yana nihoyatda bakchiq bu so'zlar. Yani xulosasi gap, yani şu başta takrorlab qo'ygan bir narsa, ta'kidlab qo'ygan bir narsa. Hiçbir Uyg'ur yani Uyg'ur xalqi vatandagi Xitoy fuqarosi emas. Herkes bir Xitoy fuqarosi bo'lolmaymiz biz. Bu narsani ta'kidlab qo'ydi. Hech bo'lmasa erkin dunyoda yashayotganlar dadillik bilan javob qaytaradi bu g'alchilarga. Bu Xitoylarga chuqur maydonimizni bildirib javob qaytaraylik. Bu nihoyatda muhim bir narsa. Gerçi biz Xitoyningki pasportini ishg'ol qilib olgandan keyin hamda u yerda shuning pasportidan chiqmay boshqa bir amal yo'q. Shuning pasportini ko'tarib yurgan bo'lsanglarmi vaqtliq. Ammo lekin bu g'alchilarningki, bu Xitoylarningki bu tahdidlarga chet elda xotirjam shu erkin dunyoda yashashga qo'ymaslik uchun har xil o'ziga qiltaq tushirish, o'ziga xizmat qilishga bevosita, masalan, ikkinchi so'zni oldik hozir. Bu bevosita asli uch oshkora holatda bir insonni josuslikka taklif qilishdan iborat bir
Cinayet bu da hamda. Aşı özünün 77 yaşlık bir qeyri adamını akil ölüp imtihan ölsek dünya keçironlar. Yani bu koy kalımı o sen halığa vaxtında semege vaxtı kuyvetimiz deydiğanga. Yani 77 yaş bir adamını akirip kaçan çıkadı bir kaçarak çıkadı şu özünün ki dadamına kuyvetem ki o dep bu hemşerimiz nimdesi sualga cevap verip olturuptu belki şu niyet bilen. Ama lekin bu şekilde biz bularning qiltiqiga tushmaylik. Palampay paydin alqib saatlarcha gapiribdi bu hamda har nurg'un gaplar bor ekan. Hammasini anlatib ekranda o'tirishninki mencha hojat yo'q. Balkim bir ikkisini anglashimiz mumkinki o'tkazib o'tib degandek. O'ylab boqaylik, mushu so'zda ikkinchi so'zda bevosita shu jasuslikqa o'ziga ishlashga taklif qilgandan iborat ochiq bir so'z va mazmun bor. Onun keyin biz Xitoyning puhrasi emas, Xitoy ishg'ol qilib olgan biz zamin, biz erkin bir insonlar to'qiyadi, mustaqil davlatimiz bo'lgan va cho'qim sen xohlasan, xohlamasan bu davlatimiz tekrar qo'limizga olamiz. Bu esingda bo'lsin Xitoy. Biz maydimizni kerib erkin dunyoda bir kun yashasakmi, biz o'zimizningki g'ururimiz bilan, vijdonimiz bilan yashashni o'rganishimiz kerak. Bu har qanday vaqtida bularga tumurimizni tutqizmasligimiz kerak qadrli qardoshlar. Bu narsani ta'kidlaydi. Uning keyindan so'zning orasida debdim shu Turkiyadagi yo'qolib ketayotgan insonlar, tutilib ketayotgan turmadagilar, buchilar buni shu Xitoy hozir kuchlanib menda Turkiyadan talab qilayotganligi uchun menda yo'qolib ketadi, hatto akirdik, vatanga qaytarib akeldik degandek ashuna nurg'un gaplar bor. Türkiye'de bir gap bor. Yani sen Xitoy, sen Türkiye'ye nima sunsan, nimani xohlagan odamlarni olib ketimiz deb sunsan, beradiganга sendek Xitoydek bir qonunsiz varaqning ustida bo'lgan bilan amaliyotda ijro qilinmaydigan bu darajadagi sening bir mahallanga aylanib qolgan bir davlat emas. Bu davlatda bir qonun bor. Har qanday yashayotgan xalqimiz bu yerda o'zininki ötküzgen bir cinayet bo'lmagandan keyin, o'zi bir mazlum bo'lgandan keyin, o'zining ahvoli hammasi o'ziga ayon bo'lganligi uchun bir qo'rqib, Xitoy bunda qivitami, anda qivitami deb, Turkiya bir gap bor, yo'l geçen hane değil deb. Bu Türkiye bir dang emas yani. Xitoy xohlagancha bu yerdan xohlaganini olib ketadigan. Sizni uxlab tushing o Xitoy. Yani bu Xitoyning bu tahdidlarga biz qo'rqib qolmaylik, buningga parvo qilmaylik, buning jinoyatlarini cho'qim bir minut kechiktirmasdan bunu aşkarlayla her xil tilde ve özümüzün kanunluk şekilde bundak tehditke uçurganlığımızda yaşayotgan yerimizde bu devletin hatta biz gerçi puhrası bulmagan bolsak mı, puhralıqında ep bulanmagan bolsak mı, kolumuzdaki ikamet yok. Hatta ikametin bulması mı sen normal bir yer yaşamazsan, Türkiye'nin ruhsatını yaşayotgan her qanday insan berip özü uçurgan bu tehditlerini çokum etraftaki sahçıxanlarga uçuk aşkarlaş gerek bunu. Bununla herkes sal qarmaylı qadrli qardoshlar. Mana bu jinoyatlarni Xitoylar shundoq numus qilmasdan devatida 70 yoshlik odamni so'lab qo'yib, imtihonni o'tsa, atimi chiqib ketalaydi deb. O qachonlik vaqtim yo'q. Ya'ni shu saqchining, shu saqchi boshlig'ininki qilayotgan gapining o'zi Xitoyning eng chong jinoyatni ishlayotgan, umumiy bir Uyg'ur xalqini yer yuzini yo'q qilib o'tish uchun harakat qilayotganligini ochiq-oshkor isbotlab berdi. Qo'lingda hech qanday qonuniy isbot, uning o'tkazgan hech bir jinoyati bo'lmasdan, hukmnomi bo'lmasdan xohlagancha akirib, xuddi kali qo'ylarni so'lgandek, bu o'ngshalgan vaqtida, andan keyin xohlagan vaqtda chiqib keldi. Mana bu eng chong jinoyat bo'lgan dunyoda. İnson huquqiga, kishilik huquqiga qarshi bunu defsende qilish uchun elib berilayotgan eng chong jinoyat, bundan chong jinoyat bo'lmaydi Xitoyniki. Xitoyning odamining og'zidan isbotlab bergan bir narsa qarindosha o'ylab boqaylik. Bir so'zida boshdan oxir bir so'zida bu mandaq jinoyat otilib, sotlanib, advokatlar berilib, butun jarayon ijro qilinib, ondan so'langan ish yo'q. Yo'qolib ketayotganlar, o'z deraksiz olib ketilganlarning hammasi hech qanday qonuniy atalmış şu kanunun bu işi bo'lsa-mu, qonuniy tartib bosqichlardan o'tmasdan xuddi ko'chadagi lalma itlarni yiqqanday akiriblam xalqini o'ldirib, xalqini so'lab, xalqini samirtib beqiyotgan o'xshashlar muomala qilyapti bir xalqqa.
milyonlagan 3-4 milyondan ibaret yani xalqaro oshkorlanganini bilgan 3 milyongacha son oshkorligi tilga elinyapti. Rasmiy sonda 1 milyondan ortiq. Va Xitoylarningki o'zining kishilik huquq tashkilotlari chet eldagi erkin dunyodagi 3 milyondan ortiq Uyg'ur solaqliq deb Xitoylarning o'zining erkin tashkilotlari isbotlaqliq. Bu sonni statistikini beriklik. Uyg'urlarga nisbatan bilgan biz agar Qashqa yurtimizning har rayonlaridagi kelayotgan xabarlar, shu yerdagi qancha % erlarning qanmaganligi buni qilsak, yani eng az bo'lganda 4-5 milyon inson yo'q bizning vatanimizda hozir. Mushunchalar lagerlarga solinib ketgan, hech bir qonuniy bosqichdan o'tmagan shaklda hayvonlarni solgandek solab, o'lib chiqayotgan insonlar, tirik chiqqan shahidlarning so'zlari, turmadagi elib berayotgan bu jinoyatlar Xitoyning qanchalik bir insoniyatga bir irqiy qirg'inchilik elib berayotganligini ochiq oshkora isbotlaydi. Eng oxirida bu majlisda Amerikaning cho'ng yuqori davlat nemisdimi tilga keltirildi. Bu bir millatga elib berilayotgan ochiq oshkora bir irqiy qirg'inchilik deb tilga elindi bu narsa. Shun dunyoning har qaysi joylarida qarindoshlar qattiq qo'rqmasdan dadil holatda ekranga chiqib beshimiz kelayotgan bu bizning tilimizda so'zlaydigan bu jasuslarningki bu g'alchilarning so'zlariga e'tibor bermasdan buning dakkisini vaqtida berishimiz kerak. Buni nihoyatda diqqat qilaylik qadrli qarindoshlar. Bir qanchisini anglab boqaylik agarda anglagudek yali bo'lsa qo'yamiz. Bu xilcham qanaroq ahvolingiz yaxshi turdingizmi? Necha kun siz qoldirgan gapni angladim. Anglab turdim amma İlyarni ovozga mana. Qo'lim bo'shab bo'lmay siz vaqtda uchur qaytarmay qoldim. Mush chet el axborot vositalarininki shunda Shinjong munosabatlik ashna o'sak gap so'zdan taqishga asosli maqsadi. Ular shu sizga qarta ashna qudrat qilmoqchi. Maşallah. Masalan siz o'ylab baqqan. Masalan BDT ya'ni Birlashgan Davlatlar Tashkiloti degani har qanday davlat tungi sizning qoldirgan uchurlaringizni men bu aytayliklarni boshqa tarafdan xabarni olib boqmadingiz. Nima uchun siz bizning Shinjongning o'zining torbetlariga chiqib qarab boqmaysiz? Shu torbetlariga chiqsangiz bizning Shinjongning taraqqiyoti deb. Nima uchun siz bizning Shinjongning o'zining torbetlariga chiqib qarab boqmaysiz? Dal mushadda javob qaytaradigan bir so'z qildi. Mana bu İlyar degan tashqi ishlar bo'limininki ishlaydigan soqchisining gapi. Yani dünyada bir komünistni Xitoydan iborat bu nomussiz kam nomuslarningki bütün axborotlarda e'lon qilinayotgan har qanday xabarlarning hammasini dunyoda aqli beshida bo'lgan har qanday bir inson, o'zini inson deydigan har qanday bir inson Xitoy tashviqotininki qanday tashviqot ekanligi, yolg'onning ustiga qurilgan, bütün jinoyatni yepishning ustiga qurilgan tashviqot ekanligini bilmaydigan bir inson bo'lmasi kerak. Bunu sen ko'chadagi saranglaringga anglatsang bo'ldi bu namda. Nimishqa chet eldagi axborotlar bundan qarab bizning atalmish Shinjongning torbatlariga kirib buni qarab boqamiz. U yerda qarz nima chiqdi shu? Sizning elib berayotgan jinoyatlaringni chiroyli pardozlashdan boshqa ondaq taraqqiy qilib ketdik, mandaq mush lavziliqlaringdan boshqa nimani anglaydi u yerda namda. Sen bunu boshqalar bu chet eldagi erkin dunyodikilarga anglatmasangmi? Hop ketdi vatandagi har bir xalqimiz, hattoki bizning xalqimiz emas, Xitoyning o'zining xalqi. Ma'qul bizg'o, mishada Texinbek javob seni mat qildigan bir gap chiqdi bu yerda. Bizg'o biz farqli millatkanmiz sendan Xitoy. Ya'ni bizning o'zimizning vatani va tuproqimiz va u yani besib oldan sen ishg'olchamdi. Sening o'zingning pushtidan bo'lgan, o'zingning millatidan bo'lgan millionlagan xalqing va chet elda. Sening bütün tashviqotingdan, sening zulmingdan, seningki yolg'on yovdaqlaringdan, sening jinoyatingdan joq tuyib, chet elga chiqib ketib, erkin dunyoda degan san qarshi harakat elib berayotgan insonlar bor. Bular qaysi dini bizning Uyg'urlardan zaharlanib ketdilar hamda. Kimning asabiy idisi bilan zaharlanib ketganda bu Xitoy pufralaring, sening Xitoylaring masalan. Sen cinayetinle hiçbir şekilde uçuranmaysa bilgen dünyada. Senin qaysi axborotun, qaysi teşvikatını qarab iş qilamiz ki biz. Bu derecede ahmaqona bir teklif olmaz dünyada hamda. Ve bunun bilan bu milletni qiltaq tushirman yoki ishondirman deb o'ylab qolmaysizmi? Shu men sizni yordam qilib uyqunuzda aloqalashtirishimdagi sabab shu men sizni do'stim qatab ko'ygachga shunday. Eng oxirida sizga deydiganim
Siz endi dadangizla aloqalasha olamsiz, aloqalashamamsiz. Dadangizning ovozini endi anglay olamsiz, anglayolmamsiz. Bu faqat o'zingizga bog'liq. O'zingizning amaliy harakatiga bog'liq. Ya'ni o'zingizning amaliy harakatda desam siz xato tushunib qolmang. O'zingizningki aqlanlik bilan yaxshi hayajonlanmay, o'zingizni beso'ylab o'ylashib qilgan harakatingizga bog'liq. Bu İlyar tarafidan vositalik holatda jasuslikqa taklif qilishdan iborat. Agar sen ota-onang bilan, ya'ni dadang bilan, uyingdagilar bilan, oilangdagilar bilan ko'rishmoqchi bo'lsang, bizga xizmat qilishing kerak degandan iborat bir narsa. Boshlang'ich maktab o'quvchisi tushunish kerak bu narsani. Mana bu shaklda tahdid sirtda yashayotgan insonlarga. To'g'ri taqilib qolgan. Men qilaolganimni, qo'limdan kelganini qilishimcha qildim. Siz yana bunda ketaversangiz, yana shu boshqa go'sak so'z, boshqalarning gap. Siz yana shu o'zingizning bir taraflama qarashlaringiz ustida chang turib, ikkilarning o'rtasidagi munosabatda hukumatimiz va davlatimizga qarata ba'zi bir bağlashlarni ilib bormay deb turarsangiz, uningga mendan amal yo'q. Men faqat sizga shu epsimman xolos, boshqa ish yo'q. Sizning hozir birdan bir qila oladiganingiz va qilishga tegishli ishingiz qanday qilib shu hukumatimiz va davlatimizga azroq yaxshilik qilib o'zingizning oiladagilaringiz uchun bir texmo yaxshi bo'lgan kelajakni yaratish. Mening o'ylaydiganim sizning qo'lingizdan hozir keldigini shu deb qarayman. Undan boshqa ish meningcha toza kelmaydi. Shunga sizmi yaxshi o'ylashib qo'ying. Herkes hayajonlanib yotib boshqalarning degan gapiga asosan ba'zi bir aqlga muvofiq bo'lmagan ishni qilib qolsangiz, hayotimni deb qo'ydim. U ishlarga men bilan munosabatsiz hamda o'zingizning holigini. Lekin mening sizga eskartirganim hamda shu qilgan ishlaringiz balkim sizning oiladagilaringizga foydasiz bo'lishi mumkin. Shunga sizniki yana bir qatam yaxshi o'ylashib qilishni unutmayman. Qaranglar qadrli qarindoshlar, bu nihoyat silliq sipoyilik bilan chiroyli qilib turibdi. Siz sili deb turib qilayotgan tahdidlarga qarab boqaylik. Ya'ni mushu siz sil deb turib men ishlagan pozitsiyaning yaxshi bo'lsin. Bizning davlatimiz haqida, ya'ni Xitoy haqida hech qanday bir ortiq tushib gap qilmay yasha. Bo'lmasa sizning shu oilangdagilarningki qanday yashashi, qanday bo'lishi sizning chet elda tutayotgan, mengayotgan yo'lingga so'zlayotgan so'zingga qarata bo'ldi deb ishlayotgan va o'ylab boqaylik. Silliq so'zlar bilan qilayotgan tahdidiga qarab boqaylik qarindoshlar. Mushuning o'zi bilgan, ya'ni bir jinoyat bilgan sotqa tortilsa, jinoyat isboti bo'lganga yetarli darajada nurg'un narsalar bo'lmashadi. Ya deylik masalanga bilgan dunyoda normalda agar sen qonun davlat bo'lsang, qonundan gap qiladigan maxluq bo'lsang, aqasing. Agarda mushu insonlar mushay chiqib sana qarshi sening konsulxonangni bile portlatib etgan bo'lsa, bilgan dunyoda insoniyat qonunida sening konsulxonangni kompen qilib yoki o'nlagan insonlar o'ldirgan cho'ng bir terrorchi bo'lib ketgan taqdirdami bu insonlar mushuni tuta olsang, tutib mushu jinoyatni qilgan insonni jazolaydi dunyoning har qanday yerda. Shu jinoyatni bevosita qo'l tiqib ishlagan insonni jazolaydi tutib. Hergiz onun 77 yaş kirib qolgan qeyri dadasini, apisini akirib, solib elib tahdid qilmaydi. Sizning jinoyatinga mushuning o'zi yetarli emasmi yani? Navoda qilib qolgan taqdirda bular jinoyatchida. Agar jinoyat ishlagan taqdirda mushular jinoyatchi bo'lish kerak. Qandaqsiga bularning hech bir ishdan xabari yo'q. Shu bechora aran tinni ko'tirib ma'lgan bechora qeyirlarning nima jinoyati bor? Bularning jinoyat o'tkazib qolgan bo'lsin, bularni tutib yeta olishing kerak emasmi desen? Ularga hech qaysiga cheqilmasliging kerak emasmi de? Sen agar devatqanada qonunda o'tib olsang, qonun bilan ish qilgan maxluqlar bo'lsang, demak qadrli qarindoshlar, mushundaq safsatlar bilan, mushundaq gaplar bilan xalqimizni qaymoqtirmoqchi.
Bununla asla ve asla bununla aldanmaslıkımız, boy ermeslikimiz gerek. En ahırda yani bir dep koyayım sizge. Mening mo özüm tushliq xizmatim bor, özüm tushliq ishlarim bor qara. Mening mo nurg'unlagan chechim. Bugun davat siz men shunda qilib, men sizga shunda gap Birlashgan Davlatlar Tashkiloti siz mo davomli menga shek shuni anglab olgan gaplaringizni deb o'ylab siz yaxshi o'ylash bugun. O'xshash gaplar. Bundan keyin mening mo faqat boshqalarning yuksak so'zi bilan ishlab men iloh kuni berib anangiz bilan ko'rishdim. Ko'rishib paranglashsam emniyatda sizmi bilasiz, mening sizga qanchalik ular bu yerda bizning mishandagi millatlar o'zaro ittifoq etib yaxshi taraqqiy qilishini xohlamaydi. Soqchixonda o'tirib gapirdi bu gapni. Shunga bir qism yuksak gap so'zlarni yolg'on to'q chiqib, yo'qni baqilib, shuni xalq qilib degandek tugidek ko'rsatib. Ashunda taqtib andan shu sizga o'xshash meta tushunchini qo'zg'ash o'rnim maqsad. Navat siz meni yanlam do'stingiz qatorida ko'rsangiz, shunga siz u yerdagi bir qism idamning unda qalayim qap. Hem siz anglagan shu gaplarga kelsak, gapning ochiqib kelsak, hamda hozirgi men bu yerda turyapman-ku. Hem siz mayatqilning o'rtasida bir xil xato tushuncha paydo qilib. Rostendek bizning yurtning avval andavlab ketgan o'xshaydi, mandavlab ketgan o'xshaydi deb bir xil o'chmanlik tuyg'usi qo'zg'ab boshladi. Ya'ni shu o'zini aqlabdi. Biz kichik vaqtimizda og'rib qolsak, og'rib qolishdi men siraydi. Nima qilsangiz shu chog'damda mening ota-onamning maoshi bo'lsa-mi, shu doktorxona biz chirib chiqsak shu 5 oylik maoshi davolashga yetmaydi. Nima ishlarda? Hozir bekor olib ketdi doktorlarmi? Maşallah. Andan eliq kun sizmi degan. Nima degan mehribon Xitoy bu ya. Anangizningki, akangizninki rasmini sizga vat berdim. Undan keyindan anangizning shuni siz turgan deb ekansiz, shu gapni anglab menmi yomon ko'nglim yerim bo'ldi. Sizmi yaxshi o'ylab qo'ying. O'zingiz keyin siyosatlar bor yaxshilab dehqonlarimizni boy qilamiz, boyashat qilamiz, turmushini yaxshilaymiz deb hukumat usul puli. Undan keyindan o territorialning boj o'ch-puchini hamma ko'tarib etdi. Voy maşallah. Undan keyindan hozir yana sehiy davlat bu. Siz bachog'dim shunda uy sepirvatdi. Ya tavrash qarshi uy. Ondan yana nimdanki turmushini yaxshilaymiz deb ularga siz shu kun shunda debdingiz, men aniq deydim, siz cho'qim men ishdan siz men menda turib ahmoqlarning ishini san. Gaplik ishlamsiz yoki boshqalar shunda bu xalqdan bu yerda anglab olgan hech qanday isbot. Endi til o'rganish siyosiy Bo'ldim, bugun men shunchalik ro'z maqd kelganda deb o'yladim. Shu haftaning kechida aşağıdaki bir shu dadamning tarbiyalash markazidagi shu markazni qurgan hukumat xodimi bo'lamdi, ya boshqalar bo'lamdi, shuni o'rlashtirgan. Elyor, qanday qayvalingiz? Yaxshimi, tanitdingizmi? Yaxshi. Anam ashular tarbiyaladi asosliqchi. Maktabga bordik. Agar men miyagamda qonunsiz shaklda chiqib qolib, bizning hozir aloqa uzildi. Hatto men emas mishada yashayotgan nurg'un fuqarolar shunda. Biz bir tapazidan aloqa uchib chiqqan qush yoki nima emas, bizmi bir erkin. Hem siz anglagan shu gaplarga kelsak, gapning ochiqib kelsak, hamda hozirgi men bu yerda turyapman-ku. Hem sizmi mishandan chiqqan, siz mishan ular bu yerda bizning mishandagi millatlar o'zaro ittifoq etib yaxshi taraqqiy qilishini xohlamaydi. Shunga shunaqa bir qism o'sak gap so'zlar yolg'on to'qib. Xulosasi gap butunlay boshqasining hammasi shu o'zining tashviqotini qilibdi, Xitoyning tashviqotini. Endi sizning boshqa bu qalcham xonim boshqa deydigan gaplaringiz bormi bu yerda? Bu tahdid qilgan bu maxluqqa Ilyar va uning boshlig'i va boshqa deydigan gaplaringiz siznikini anglasak. Mening tiniqimning oxirigacha, tiniqim oxirgi qatim to'xtab qolguncha. Agar men tugab ketsam, ikki farzandim bor mishada. Ular tugab ketsa, meniki Uyg'ur millati qarindoshlarim bor. Shular ochiq e'lon qilmoqchi. Bir-birimizga vatanni sahib chiqamdiq, mishada olsun sahib chiqaylik. Xitoyning o'yinlariga tushmayli. Men kelayotgandek besimda balkim boshqa qarindoshlarimga kelayotgan bo'lishi mumkin. Endi mening vatanda ota-onam urug' tuqqanlarim bir qo'saqdan bo'lgan 9 ocham akam bor.
Ben belki şularning bir şey chiqisharliq yemchuq qilishim mumkin. Lekin men bundan qo'rqib qolmayman. Chunki Xitoylarning shunchalik kuchli davlat bo'lsa, bizning uningdan kuchli Allohimiz bor. Allah mazlumlarning keynida dedi. Bizga Allah yardım qilsin, qalbimizni isloh qilsin. Mushunda Xitoy jasurlarining gap so'zlaridan qo'rqib ketib, o'zimizga kelayotgan shu insoniylik, vijdoniylik burchimizni qarvitadigan ishni qilmaydi. Qo'limizdan kelishicha mush ishplaslining abdi basharisini ochayli, hech bo'lmaganda o'lgan chaqda endi o'zimizga Allohga 100 kilaligidek shu yerda tatiyotgan shu zulmninki bedilini o'tayaligidek yashayli. Xitoy hukumatiga deydiganim, gerçi men tehdit sağan bolsam, men senin tehditlerinden qo'rqib qolmayman. Pasportumni yo'qlaydim dedim. Mishadin qo'l selib tutib ketalaymi dedim. Qulangdan kelganini qil. Agar menda qilchilik jinoyat bo'lsa, sen u yerda qarab turib bo'g'ichi men jinoyatchi bo'lsam, bu davlat meni hargiz bo'sh qo'yib yotmaydi. Chunki menda hech qanday jinoyat yo'q. Mening birdan bir jinoyatim millatimning Uyg'ur o'g'ini, vatanimning Sharqiy Turkiston bo'g'ini. Asaslık cinayetim şu meniki. Ondan başka hiç qanday cinayetim yok. Xitoy hukumatiniki müşahideki Uyg'urlarni hem de birleşmek isteden nurgun nimilni sep ketip bardı, aralığıp piştin ahvalarını. Qarindoshlarimizningki bir-birimizga sahip chiqib, Xitoyninki degan yerdan chiqmay o'zimizningki nimasiga biqib ish qilishni umid qilma. Ko'pdan ko'p rahmat, Alloh razı olsun. Sizning bir gapingiz. Bu Ürümçi'de yaşadık. Ürümçi'den yaşap yurtqa yılda bir beriş to'g'ri keldi. Ba'zi bir 6 oyda bir beriş to'g'ri keldi. Beriş gap qilib qolsa, biz bu Qashqa, Yangsha, Yapchandan o'ta vaqtida bir chozi bor. Bir kimligimiz bo'lmasa, taha o'tamaymiz a chozdan. Xo'sh. Ay shu yizdan Qashqa shahriga berish uchunmi bir kimlik olmasa, Qashqaga 3 qatim 3 yerda chozdan o'tmasak, Qashqa bir shahriga chiremaymiz. Shu darajada cho'ntyapti vaziyatni. Men shu Ürümchidan borsammi, chozdan o'tsam, utu paysuga ekkeladi meni. Paysuga berib, "Ha sen Ürümchidan nima ish qilding? Kimni ko'rding? Nima ish qilding? Ha sen kimni bersan? Köydün jutluqdan bir birini köydünmü? Sen nerede namaz öteyse, sen nerede nimiş kıldıysa, dep aşında derecede sürüştü kılıdı. Yani Aqtu, Naid, Yangshadan, Bağcıgonşidan aralıkta yeni bir çaz var. Barın ötüden bir çaz var. Bizninki Aqtu, Naid'de 2 çaz var. İntayın çoğun çaz var. Bir sırttan bir edem kep kılıp kalsa, kimliksiz ötemeydi açazdım. Şu derecede çayıtып etken. Bu ayollar, bazı qarindoshlarimiz yüz yapıqlıq, nima yüz yağlıqni aldıdan çekken qarindoshlarimiz yopkosi uzun kiygan ayollar bo'lib qolsa, açazdan yağlıqni keyni yo'gab, keyniga ichigab, chashni dingaytib turib, andan açazdan o'talaydi. Bo'lmay qolsa o'tamaydi. Shu kimlik teşkilga yerda. Bazı qarindoshlarimiz saqali qo'ygan qarindoshlarimiz olsa, saqalni olsa, achazini o'tab qilib qolsa, men tutib ejirkdi deb qisqartiydi. Ba'zi eliydi qarindoshlarimiz. Shunda darajada ayna chang aytdik bizning vaziyat. Bizning shu yurt. Xo'sh. Haqiqatan ishqilib chidiqsiz darajada inson ko'tarolmaydigan darajada zulmlarni elib beryotdi. Nayet yaxshi anlatib berdinglar, ko'pdan ko'p rahmat aytaman inshaalloh. Kappaganlar uchun Alloh razı olsun. Va oxirgacha buning so'riqini qilishinglarni umid qilaman inshaalloh. Buningki o'zinglarning qonuniy huquqini qo'g'dishinglar kerak inshaalloh. Ko'pdan ko'p rahmat. Programmamizni mishada oxirlashtirsak. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, qarindoshlar, shuna qilib bugungi 35-sonimiz bu mishada oxirlashdi. Yana bir qatimliq suhbatga ko'rishishga sizlarni Janobi Alloh topshiramiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.